Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı joylaridagi qarindoshlarım. Hammalarningki mushu vaqti ve bununki vaqti xayrlik bo'lsin. Men do'stinglar Abdulaziz Beshto'g'roq İstanbul'dan Sulaymaniye vaqfidan sizlarga Allohninki güzel salomini beryapman. Bu dersimiz o'tganda bir qancha soat dersda biz qaysi kitobni o'qigandik? Mesuliyet iktidarını besip düşüdü degan güzel bir kitapını okup tügettik. Bugün Stephen Covey'ninki bu Erkençlik akımızın kitaplarından ba Ünümdar kişilerinin yette adeti degan kulamdaki bunu kitapını birlikte öğrenip çıkımız. Bu Amerikalı adam The Seven Habits of Highly Effective People degan kitap. Bununki dünyada nurgun tillarga tercüme kılıngan bu kitap. Bizden vatanimizde bu kitap kaçan tercüme kılınıp diken desenglar. Tercüman Nur Muhammed Ömer Uçkun, Ruzu Tohti Naif degan iki karindişimizken. Allah ulardan razı olsun. 2009 yılı 2. ayda 1. neşri, 2012 yılı 1. besilişi 20 bin tane bestipti. Bahası 32 yuan kentuk öz vaqtida vatanimizda. Ada olsa biz kitapga kirib ketaylik. Nayet yaxşı kitaplarını çıkarıptı vatanimizdeki ziyalıyla. Allah onlardan razı olsun. Hem de biz bu kitaplarını okup, hazm kılıp, özümüzge özleştirip, mesuliyet iktidarından yuqurluğunu öğrendik. Da olsa, şu mesuliyetini texmo yaxşı icra kılış için önümdarlıqni yuqori ko'tarish kerak. Bu önümdarlıqni birlikte öğreneylik. Bu derecede kirish söz var. Ondan keyin bu kitaptan qanday foydalanamiz degan mazmun bor. Ondan keyin 7 odatning qisqacha aniqlama sxemasi. Birinci bölüm özlükni qaytadan izlash. Birinci bab batiniden zahiriga özünü tel tüküs özgertiş. İkinci bab 7 adet hakkında umumi bayan. İkinci bölümde yekki dairesideki muvaffakiyet tayinişten müstakillikçe. Bunun da 3. bab depti. 1. adet aktif hem teşebbüskar bol depti. Yani biz burun pasif yaxşıdan aktif yaxşı degan kitapni öğrenip ötken Ustaz Mustafa Aslan oğlununki. 4. bab 2. adet nişanlık iş başla. 5. bab 3. adet mühim işini başta kıl. 3. bölümde kollektif dairesideki muvaffakiyet müstakillikten hemkarlıkça. Bu 6. bab kişilik münasebetinin mahiyeti. 7. bab 4. adet ten neplen. 8. bab yani 5. adet avval düşen andın düşünülüşünü iste. 9. bab 6. adet yaxşı hemkarlaş. 4. bölüm özünü yükseldiriş ve yaxşılaş. 10. bab 7. adet herini bilep tur. 11. bab yana şu gap batiniden zahirgi yarat özünü. Qo'shimcha materiallarda qo'shimcha birincisi siz qaysi tipdagi odam, ikkinchi qo'shimchada 4. avlod vaqt boshqarish usuli, 3. qo'shimchada o'qirmanlarning savollariga javob. Bu 433. tema shu ekan. Bu kitap cem'i qancha bad degan vaqtimizda
Kitap 445 betkin. Albatta bir kitapni qo'limizga olgan chaqda oldi bilan nimaga qaraymiz? Kitapninki ismi muqovasiga qaraymiz. Muqovasi Uyg'urchada shundoq birilibdi. Men Facebookda boshqa turkcha va inglizcha kitaplarninki varaqini chiqarib qo'ydim, muqovasini ya qarab baqsanglar bo'ladi. Bunun asas hamkorlikni tashabbus qilibdi bu 7 odat degan Uyg'urcha kitapninki muqovasida. Vaqt barken saat. Aqsi qaraydigan bo'lsak, aqi muqovasi kitapniki qisqacha tushuntirilishi yoki avtorining yoki bo'lmasa dangliq shaxslarningki yezib bergan baholarini kitobga aqsiga bosadi odatda. Buningda nima debdi desa, ish unumini o'stirishda hech qanday bir o'qituvchi yoki usul mana bu kitapçılık ta'sir ko'rsatadigan emas. Bu kitap Stephen Covey hayotlik falsafasining javhiridir debdi. John Bob yani P&G deydigan bir şirket var. Şu şirketning baş liderining qilgan gapi ekan. Covey bizga oila, korxona va jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarni bartaraf qilishdagi eng sarxil prinsiplarni ko'rsatib berib, bizni eqib yurgan bir qism pahal kitaplarning zahiridan saqlab qoldi. Biz bu katta asarni resim ko'rganda ko'z yugurtibla tashlab qo'ymasdan, onunga bir cho'ng qurilish sifatida muomala qilishimiz kerak. Covey her qandaq odam o'z o'zini o'zgartiradigan oltin quluqni echishga qodirdir deydi. Kitapqa ölümdar kişilerinin 7 adeti deb isim qo'yilibdi. Lekin sizning kitapdan aladigan g'animatiniz 7'den neçe hassa ortiqdir. Stephen Labenzi Xalqaro radio televiziya ijroiya kengashining a'zosi. O adamning degan gapi ekan. 7 adet barmas bir yerde onunla cek nasiga ilişerleysler debdi. Xeyr xoş Dali Carnegie. Stephen Covey'nin ta'limotları hayatımga mislisiz ta'sir ko'rsatdi. Bu hakikaten qoyil qilarlik prinsiplar ekan. Bu kitapni tuzuk o'qing. Kitapdagi prinsiplarni tatbiqlay olsangiz, hayotingiz texmo nurga to'lg'usi. Robert Ern, dunyoga dangliq moliya boshqarish ustozi. Bozorlik kitob qilg'ili bo'lmaydigan ish yo'q va 1 minutda zardarladim buningning avtori debdi qadrli qarindoshlar. Xeyri xoş Dali Carnegie deb qapti. Dali Carnegie'ninki kitaplarımı mening shaxsiyan hayotimga nayt cho'ng ko'rsatgan va ta'sir ko'rsatgan kitaplardan kitapxonlarda bor, elib o'qisanglar bo'ladi qadrli qarindoshlar. Anda olsa Dilmurod qarindishim, Allah sizdan rozi olsun. Men ishdan tushgandan kursga berib, uningdan keyin Allah sizdan rozi olsun. Nilufar Hilal qarindishim. Shunday gapimda hayotimizni shunday ma'nili kitoblar bilan birlikda o'rtoqlashish orqali paylaşınca çoğalır deydi Türkçe. Biz özüra hemberlensek, ortaklaşsak texmo bereket tapımız emdi. Kiri söz. Özgürüşçen dünya özgermez prinsip. Önümdar kişilerinin 7 adeti yazılgandan biri dünya cep özgerdi. Turmuş ritmi ilgirikiden texmo tiz ve keskinleşti. Turmuşning kishilarga qo'ygan talabi texmi yuqoriladi. İnsaniyat sanoat davridan uchur, bilim egiligi davriga qadam qo'yib, nurg'un ijtimoiy o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Albatta, bu o'zgarishlar kenglik va cho'nqurlik jihatda boshqa davrlardagidan ro'shan farqqa ega. Neticede kişiler bunundan 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl, hatta
100 yıl ötkendin kim o? Önümdar kişilerinin 7 adeti yine eskata mı deb soraydıganlar ceklap ketdi. Mening cevabım şu ki, özgürüş ve rekabet qanchalik üzül kisil ve keskin boğan siri bu 7 adetning muhimligi shuncha gavdilindi. Çünkü turmuşumuzdaki türlük tümen mesele ve baş ağrıkları umumyüzlük mevcut ve bargan siri keskinleşmekte. 7 adet tavsiye kılgan çare tedbirler umumi, mengülük ve şüphesiz prensipler üstüge kurulgan bulup, bu kaideler insaniyet tarihideki her bir cemiyetinin emili sınıkıdın ütüp tavlangan. Men bu kaide prensiplerini kızıp, redlep, huzurunlarga sundum, halas. Öz arzuyumni ishga oshirish ve turmushdagi qiyin o'tganlar ustidan g'olib kelishga tirishish mening hayotdan izlaydigan eng cho'ng nishonimdir. Albatta, hayotda ko'zlagan nishonga yetish uchun muvaffaqiyatimizga ta'sir ko'rsatadigan muayyan qoida prinsiplarga murojaat qilishimizga to'g'ri keladi. Albatta, qanday prinsip qo'llanish kishilarning o'ziga xos ortiqchiligi, to'g'ma talanti ve ijodchanligiga qarab o'xshamaydi. Ammo muhimi, her qanday muvaffaqiyat muayyan prinsipdan mahirlik bilan foydalanish orqali qo'lga keladi. Shundaqli prinsip muvaffaqiyat qozonishda kam bo'lsa asla bo'lmaydi. Vaholanki nurg'un odam bu nuqtaga ancha eran qilib ketmaydi. Yoki buningdan o'zini qochirmoqchi bo'ladi, demisimi qoida asosida masala hal qilishda hammadan bak ta'kidlaydigan bu usul qiliq bizdagi kundalik odat ve tefekkür şekliga o'xshamaydi. Tuvanda men insoniyat duch kelgan eng umumiylikqa ega bir qancha masalani misol qilib turib, bular orasidagi farqni tushuntirib o'tay. Vahime ve ensizlik tuyg'usi. Etrafımızda nurg'un odam vahime ve ensizlik tuyg'usining azobida to'lg'anmoqda. Kelgusidan, ishsizlikdan, ailesine bakamay qilishdan ibaret vahime ularni qiynamoqda. Bundaq vahime tuyg'usi kishilarda xizmatda yoki oilada bo'lsin, tinch, xotirjam turmushga intiladigan, boshqalar bilan hamkorlashishdan o'zini qochiradigan kayfiyatni shakllantirib qo'ymoqda. Yana kelib, yashayotgan jamiyat hamisha kishilarni mustaqillikka, o'ziga tayanishga, o'zligini saqlashga, o'ziga, o'z ta'alluqotlariga ko'ngil bo'lishga, bosh cho'kirib ishlashga, tirishib xizmat qilishga, ishlash orqali baxtning qantini chiqish qilib o'gitib keldi. Albatta, mustaqillik muhim. Yana kelib, o hal qilg'uch rolga ega qimmat qarashi va muvaffaqiyat tushunchasidir. Biroq biz o'zaro hamkorlik ustiga qurilgan jamiyatda yashayapmiz. Yakkining kuchi bilan cho'ng ish tavratish mumkin emas. O'zaro tayinish ve hamkorlik asosida muvaffaqiyat qozonish mumkin. Ben hozirda erishsam deyman degan temir o'timiz, qadrli qarindoshlar. Pulim bo'lsa dacha solsam, isim mashina olsam, hashamatlik bazmaxonam bo'lsa, to'qqizim tal bo'lsa. Ko'rinib turibdiki, kishilar erishishni orzulaydigan narsalar ko'p ham tahirsiz bo'lib ketdi. Gerçi inolat kartisi ishlarni osonlashtirayotgan bo'lsa-mu, cho'ntakdagi aqchi bilan nafsi ehtiyojni qondirib bog'lab bo'lmaydi. Haliga bakmay payda qo'g'lishish kishini qonliq badal to'lashga elib bormay qolmaydi.
Bugün tirishib ishlashning o'zida yetarlik bo'lmay qoldi. Chunki bozor va texnikaning yer sharlashishi orqasida raqobat kun sayin keskinlashmoqda. Fan texnika sohasidagi taraqqiyot hayron qolarlik darajada tez bo'lmoqda. Şolaşqa bizning maktab ma'rifi bilan qanoatlanib qolmay, o'zimizni tarbiyalashimiz va yengilab turishimizga, raqobat iqtidorimizni texmi tavlab, jamiyatning shallab etishidan saqlanishimizga to'g'ri keladi. Qarasak, xo'jayinlar onu bunu bahane qilib, xizmatchilardan unumini o'stirishni talab qiladi. Raqobat rahimsiz. Mevcut bulup duruş tolumu müşkül bulup ketdi. Bugungi tuşluq usul hasılat bo'lmasa bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Mana bu bugunning reallıqı. Shundaqla boyliqning ehtiyoji. Balkim siz pasillik, vaqtlik nishoningizni osonla ishga oshirishingiz mumkin. Biroq masalaning negizi sizda buningdan keyingi 1 yil, 5 yil hatta 10 yıldımı bu muvaffaqiyatni izchil saqlash, yangilash uchun keraklik selinma ve tayyorliklar hazırmı? Shubhisizki, yoshirin kuchga ega, uzoqcha bardoshlik beralaydigan ve taraqqiy qila oladigan muvaffaqiyat desa arziydi. Jamiyatimiz jumladan Wall Street ko'chasidagilarning barliq kasb sahalarning to'rt ko'z bilan kutadiğini bugunning unumi, bugunning muvaffaqiyati. Albatta buninglik bilan biz tangpungliq prinsipini nazardan saqit qila olmaymiz. Biz hozir va kelgusidan iborat ikki ehtiyojni tangpunglashtirishimizga to'g'ri keladi. Hozir bugunning ehtiyojini qamdaydi. Kelgusi bo'lsa raqobat iqtidorimizni oshirib, kelgusidagi uzoq mezgillik muvaffaqiyatni qo'lga keltirishimizga turtki bo'ladi. Tangpungliq prinsipini sog'lomlik, oila, nikoh ishlari, hatto siz turishlik mahallaning arzu ehtiyoji uchunmi tatbiqlashga bo'laveradi. İkinci küçük mazmun ayıplash ve ağrınış. Kişiler adette birer baş ağrıqıga yo'liqib bo'lguncha jamiyatni dastak qilib ağrınishga xushtar. Agar xo'jayinim o'zininkilar rastlaydigan tarsa bo'lmagan bo'lsa, martabilik oiladan kelib chiqqan bo'lsam, dadamning nachar mijozi irshiyat bo'lib qolmagan bo'lsa, mubodo bolalar unchalik tuzkor bo'lmagan bo'lsa, navoda hiliqi öy kun bo'yi qalaymagan turmagan bo'lsa, mubodo kishilar mushundoq jambaqti jahonsoz bo'lib olmagan bo'lsa, navoda ayolim menga texmi ko'ngil bo'lgan bo'lsa, agar mubodo kashki peshkalchilikka duch kelganda kimlardandir yoki qaysi bir ishlardan og'rinib zarlanish go'yoki bir xil odatga, yoshirin qonuniyatga aylanib qolgan. Bu orqali qaramoqqa masaladan vaqtliq o'zini elib qochqili bo'lgandek qismi, lekin mohiyatda biz masalani hal qilishning chorasini topolmayla qolmasdan shu masalaga texmi ig'ir holda cho'mkilib qolamiz. Maslahatim shuki, siz favqulodda kamtar odamdan birini teping. Onun da etraftaki muhitni nazarga aladigan ve mas'ul bo'laoladigan ruh, yeterlik jasorat ve zurur bo'lgan ijodchanlik bo'lsin. Hamda o'zgacha yo'l orqali yo'liqqan qiyinchiliklarning hal qilish chorasini tepib chiqa oladigan bo'lsin. Mubodo shundoq odamni topa olsangizlar, men sizga tangdoshsiz kuch-quvvat va to'g'rilik aytib beraman. Qandaq tanlashni o'gitib qo'yaman. Ümidsizlik ve biqulluk. Etrafındaki adam ve işlerden ağrınış kişini ümitsizlik ve düşkünlükке elip bardı.
Biz təqdirga başlayıb özümüzni muhitning qurbonlari deb qaragan, təqdirchilik paydo qilgan kulpatlarga tiz pukkunimizda arzu, umid va g'oyalarimizdan mahrum qolamizda hammani taqdirdan ko'radigan qashshoqlikqa patimiz. Men xastak arzimas, lotidimma qadrsiz odamman. Qanday qilay deb turing. Xeli men degan kishilarmi mundaq ruhiy do'qonlarga duch kelgan, turli o'ng'ishsizlik paydo qilgan tushkunlik zarbalarini tetigan bo'lishi mumkin. Jahonsiz jondorchilar turmushdan bak ko'p narsa kutib ketma. Shundalar o'pcharandagi ish va odamlardan ko'ngling qolmaydi. Degandek lumlum hayotlik yo'lini tavsiya qilishim. Ammo tarixdan beri kishiga ilhom, umid, iroda bag'ishlaydigan prinsiplarning tavsiyasi shuki, hayotimning ixtirochisi mendurman. Kishilik hayotdagi tangpungsizlik. Uchur aloqa ishlarining uchiqqandek taraqqiy qilishi, turmushning kun sari murakkab, ko'p manbalishi, yashashni texmo eg'ir, shaqqatsiz qilibdi. Natijada kishilar jismoniy va ruhiy jihatdan texmo eg'ir harg'inlik va jiddiylik his qiladigan bo'lib ketdi. Garchi biz shuncha ko'p badal to'lab, vaqt va zamonaviy fan texnikadan unumli foydalanib, jon tikib ishlab, ish unumimizni o'zliksiz yuqori ko'tarayotgandek qilsaqmi, biroq odamning aqli yetmaydigan yeri barg'an sir arzimas ishlarning iskanjisiga tushib qelyapmiz. Sog'lomlik, oila, axloqiy fazilat kabi muhim ishlarimiz bo'lsa, xizmatning to'pa-to'monida ko'milib qelyapti. Arzimas ishlar muhim ishlarning o'rnini egallab olib boradi. Bu yerdagi masala xizmat yoki jamiyatning murakkab o'zgarishchanligidan emas, balki jahonsiz madaniyatning baldur kel keyin qayt, yuqori o'lim qozon, bo'lishchi qurbon ber degandek tashabbuslardan kelib chiqqan. Amaliyotda ko'ngilning xotirjamligi mundaq texnika mahoratlar tarafidan emas, balki kishilarning ishlarning muhim, jiddiylarini bayqab, to'lishi va turmushdagi muhim taraflarga real yuzlanishi tarafidan belgilanadi. Amaliyotda ko'ngilning xotirjamligi mundaq texniki mahoratlari tarafidan emas, balki kishilarning ishlarning muhim jiddiylarini bayqab, to'lishi va turmushdagi muhim taraflarga real yuzlanishi tarafidan belgilanadi. Mening o'rnim qayerda? Bizning jamiyatimiz hayotda unum qozonay desang, beygini sen al deganni tashabbus qilib keldi. Ya'ni hayot go'yoki bir maydon o'yin musobaqaga o'xshaydi. Sen jazman o'tishing kerak. Saboqdosh, xizmatdosh, hatto oilangidagilarmi o'zaro raqobatchilardir. Atrofingdagilarning oladigani ko'p bo'lgan sari sening nasibang shuncha azlaydi. Albatta, ko'rishda shuncha ko'p, shuncha keng qursak, boshqalarning muvaffaqiyatidan suyunganda qilsakmi, biroq ko'nglimizning pinhon bir yerlarida boshqalarning muvaffaqiyatiga chidamay tortimiz. İnsaniyat, madaniyat tarixidagi nurg'unlagan ko'zga ko'ringan muvaffaqiyat va muhim voqealar hamisha ma'lum bir kuchli hukmronning qat'iy irodasi orqali amalga oshgan. Lekin bilim egiligi davrida kam tepiladigan fursat va muvaffaqiyatlar hamisha bizning haqiqiy ma'nosini tushunib yetadigan uyushush ro'yiga ega kishilarga mansub. Haqiqiy ma'nodagi ulug' ishlar hamisha tafakkuri ochiq, aql, fozil kishilarning o'zini unutgan holdagi hamkorlik ruhi orqali, ya'ni o'zaro hurmatlash va har ikki taraf
teng neplenish prinsipi asosida qo'lga keladi. Tushunishni arzulash. İnsanın ko'nglida boshqalarning tushunishiga erishishni arzulashdan kuchlilik ehtiyoj bo'lmasa kerak. İnsan gap so'zlariga boshqalarning zan selishi, e'tiborga elishi, ahamiyat berishini, shuningdek o'zining boshqalarga ta'sir ko'rsatishini arzulaydi. Nurg'un odam boshqalarga ta'sir ko'rsatishdagi eng muhim omilni o'zining nuqtai nazarlarini qarshi tarafga xatosiz bayon qilish, gap so'zi pokitlik bo'lish deb qarashidi. Amaliyotda sal diqqat qilsangiz, boshqalar so'zlayotganda o'zingizning ularning so'zlariga zan qo'yish, qarshi tarafni tushunish g'arizli bo'lmasdan, balki hadislar qarshi taraf so'zlashdan to'xtagandan keyin nimalarni deyish haqida kalla qatirib ketganligingizni bayqaysiz. Lekin esingizda bo'lsinki, boshqalarga ta'sir qilishda oldi bilan boshqalar sizning o'zining ta'siriga uchrayotganligingizni his qilsin. Qarshi taraf butun ixlosingiz bilan uning gap so'zini anglayotganligingizni, onu tushunganligingizni his qilganida, andin o'zining ta'sir kuchi borligini bilib yetalaydi. Biroq ko'pincha odamning diqqati asosan chechiladi. Qarshi tarafga zehn qo'ymaydi. Natijada o'zining gapini yorg'ulatmay turib, qarshi tarafning o'y xiyolini anglay demaydi. Qarshi tarafni tushunmaydi. Bizning jamiyatimiz bu xil tushunish va ta'sir kuchiga to'liq ehtiyojli. Ta'sir kuchi o'zaro tushunishni oldingi shart qiladi. O'zaro tushunish har ikki tarafdan butun kuchi bilan zan silib anglaydigan ixlosmandlikni, hech bo'lmaganda suhbatlash kuchi bir taraf oldi bilan zehn qo'yib anglashni o'rganib olishni talab qiladi. To'qinish ve ixtilof. Kishilar shu qadar o'xshash va shundoq farqli. Kishilarning tafakkur shakli, qimmat qarashi, muddaosi, nishoni har xil. Hatto ba'zida ziddiyatlik. Aniqki, bu farq, ixtiloflar o'xshamagan so'kilishlarni paydo qiladi. Bu xil ixtilof va to'qinishlarni jamiyatimiz raqobat shakli orqali hal qilishga amroq va hamisha butun kuch bilan g'albini qo'lga keltirishni tashabbus qiladi. Garchi tangshash orqali belgilik unumga erishgili bo'lsa-mu, nishonga yetish davomida har ikki taraf qabul qila oladigan holatda murassa qilishgan taqdirdami? Lekin ikkala tarafni rozi qilish hamon mumkin emas. Bu xil ixtilof ikki tarafni mexanik, mecburi holda o'rtaqlikni qabul qilishga mecbur qiladi. Bu behuda urinishdir. Buninglik bilanmi ikki taraf hamkorlikdan unumli foydalanib, aslidagidan yaxshiroq amal chorimi tepib chiqolmaydi. Bu texmi cho'ng isrofchilik albatta. Shaxsdagi turg'unlik. İnsanın mahiyeti ten, ruh, akıl, ictimaiyet yani hissiyattan ibaret 4 tarafdan teşkil tapıdı. Tüvendeki iki xil mesele hal qilish usulunun yani hazırki medeniyet xahişi ve prinsipi asaslanıdı. Farkı ve önümünü seliştirip görün. Seliştiriş jarayonida insoniyatga o'rtaq bo'lgan qayg'u azoblarni hamda o'zingizning real ehtiyojingiz va kulfatlaringizni esda saqlang. Shundala uzoq muddatlik hal qilish usulini topa olasiz. Turmush nishoningizni bilib yetalaysiz. Hamda zamonimiz madaniyati tashabbus qiladigan usullar bilan necha ming yillik tarixiy taraqqiyot jarayonida shakllangan mangu hayoti kuchini yo'qotmaydigan prinsipallikqa kuchlik usullar orasidagi
farqning bargan siri cho'ngayganligini bayqaysiz. Oxirda men o'qitish amaliyoti davomida hamisha tilga ilingan mundaq bir masalani ta'kidlab o'tay. Sakratda yotganlar ishidan vaqtini xizmat yoki televizor ko'rishga sarf qilishni xohlaydiganlardan qanchalik chiqa? So'zsizki hech kim yo'q. Bu chog'da kishilarning aslaydigini jo'risi, qon qarindoshlari va o'zi uchun qadrdon kishilardir. Uning psixolog Abraham Maslow hayotining oxirgi kunlarida baxt tuyg'usi, muvaffaqiyat tuyg'usi va keyingilar uchun baxt yaratishni o'zini reallashtirish tirnaqshida bu uning mashhur ehtiyoj qatlam nazariyasidagi eng yuqori daraja. Baxt yaratishni o'zini reallashtirishdagi eng yuqori daraja. Reallashtirishdan yuqori o'ringa qo'ygan va uni o'zidan hal qilish deb sharhlagan. Kitobda tilga ilingan 7 odat va qoida qonuniyatlar haqida meni eng xush qiladiganini bola chaqalarimning bu odat prinsiplarni turmushiga haqiqiy tatbiqlab hayotini davom qilayotganligidir. Balalarimiz allaqachon o'lik o'choqliq bo'ldi. Ular hozir jufti halollari bilan birlikda bu prinsiplar asosida boshqalar uchun naf yetkazishni asos qilgan kishilik hayot andizisini tadrijiy shakllantiryapti. Balalarimizning mushundaq hayot musofasiga qadam bosganligini ko'rganimizda zo'r iftixor va baxt tuyg'usiga tushibmiz. Men yurakli holda shundaq deyalaymanki, siz ish unumdorligi yuqori kishilarning 7 odatini o'qiyotganingizda kishini hayajonga soladigan pishib yetilish musofasini boshlagan bo'lasiz. Kitobdan olgan hosilotlaringizdan qadinostlaringiz bilan o'rtaq bahirlaning. Eng muhimi uni harakatga, amaliyotga aylantiring. Bulardan önümlük paydalaning. Esingizda bo'lsinki, o'rganganlarini ishlatmaslik o'rganmaganga bilish, ammo ishlatmaslik bilmaganga barobar. O'zimni olib aytsam, bu 7 odatni o'z amaliyatimdan o'tkazish uzluksiz tirikishish jarayoni bo'ldi. Sabab biror masalani qanchaki yaxshi bartaraf qilgan siri siz yuzlangan shu masalaning borgan siri murakkab va chigish bo'lib kelayotganligini bayqaydi ekansiz. Bu xuddi qarta elish, golf top, tennis top yoki boshqa tanarkat turlarining tartib qoidalariga o'xshab ketadi. Men kundalik xizmatlarimni tirishib ishlash jarayonida butun ishtiyoqim bilan bu 7 prinsip o'z ichiga olgan haqiqatlarni amaliyotdan o'tkazaman. Shunga kishini hayajonlantiradigan bu pishib yetilish musofasini siz bilan birga davom etishni chin ko'nglimdan istayman. Stephen Covey. Bu Stephen Covey'ninki kitobga yozgan kirish so'zi ekan. Buna qaraydigan bo'lsak, shu 7 odatni buningda bir ta'riflab chiqibdi, qadrli qarindoshlar. Meyada bir sxema bor ekan. Odamning tashkil qilgan narsalar to'g'riliq qaraydigan bo'lsak, bu sxemada bayatın nayet muhim narsalardan birini so'zlab o'tdik. İnsanning mohiyati tan, ruh, aql, ijtimoiyat, ya'ni hissiyotdan iborat 4 tarafdan tashkil topadi debdi. Buningda 4 bo'lib tiksizliklar tan, mina, yurak, ruh, yantu bilan gella madaniyat prinsip 2 bo'libdi. Madaniyat qismida tanninki hozirgi turmush shaklini saqlab qolish, operatsiya, doğru ufqul orqali sog'lomlik masalasini hal qilish. Mening televizor ko'rib o'zini xo'sh qilish, yurakning
boshqalar bilan bo'lgan munosabatdan foydalanishga, subyektiv arzu, havas va qiziqishlarni ifodalash va uningdan bahrilanishga mohir bo'lish ruhning kun siri avj olayotgan shubhalik va hayosizlik bilan murassa qilish rollarini debdi. Ondan prinsip qismida tan hozirgi turmush shaklini tangshash, har qaysi el kishilarining e'tirofiga va umumyuzli qabul qilishiga erishgan sog'lomlik prinsiplaridan muvofiq foydalanish orqali kasallik va boshqa sog'lomlik masalalarini hal qilish. Ondan keyin mening o'rnini o'rganishni yanada kenglik va cho'nqurlikqa yetaklab, ömürlük tarbiyalanishni qo'lga keltirish. Ondan keyin yurak qismiga qarish tarafni hurmatlash, so'zini birilib anglash, boshqalar uchun g'arazsiz qurbon berish orqali kuchli qanoat va baxt tuyg'usiga erishish. Ruh qismida esingizda ching tuting. Bu prinsiplar bizning kuch-quvvatimizning manbasi. Bu tabiiy qoida-qonuniyatlar mening qarashimda ilohiy irodalar bo'lib, hayotning ma'nosi haqidagi izlanishlarimiz davomida turli ehtiyojlarimizni qondirdi hamda hayotning go'zalligi haqidagi izlanishimizga turtki bo'ladi debdi qadrli qarindoshlar. Endi bu Stephen Covey'ninki önümdar kişilerinin 7 adeti degan bu 445 betlik bu kitapta biz kişilik sözünü yazgıcınınki özgürüşçan dünya özgermez prinsiplar doğruluk toxtulup öttük. Endi 12. bette bu kitaptan qandaq faydalanamiz debdi. Yani bir narsani öğrengandan keyin ya onundan paylanışını bilmesek, o mu öğrenmegen bilen beraber debdi bayatın. Mening bu rahmetlik dadamning deydigini, balam, öğrengen narsangni çoqum ishlat. İşletmesang öğrenmegen bilen beraber. Ketmenni chopmasak galishib qoladi. Pishaqni ishlatmasak galishib qoladi. O'tmas bo'lib qoladi. Bedenning har qanday bir tarafini ishlatmasa rudimentlashib qoladi deb. Ashunda deb bekchiq deydi. Hamma yerda o'zgarmas prinsiplar ekan bu. Uyg'urma deydi ekan bu gapni, Amerikalikma deydi ekan. Bu kitaptan qanday foydalanamiz? Yani önümdar kişilerin 7 adetidir. Önümdar kişilerin 7 adeti hakkında resmi mülahize yürgüzüşten ilgili okurmenler tövendekidek 2 yeni qarash tiklib algay. Bundaq bolganda kitaptan erişidigan hasılatlarınız teximi köp boğusu. Aldı bilen bu kitapqa etibarsız qaramaslıqınızını, o'qib bulupla bir yoqqa cho'rib etmasligingizni aytaman. Albatta, boshdan oxir ko'z yugursingizlar, kitobning umumiy mazmunidan vaqif bo'la olasiz. Biroq men o'zingizni taraqqiy qildirib boradigan pishib yetilish jarayonida bu kitobning sizga davomli hamroh bo'lishini tilayman. Kitob mazmuni tadrijiy cho'nqurlab boradigan bir qancha bob paragraflarga bo'lingan bo'lib, okurmenlerinin her vakit paydalanışı ve hareketiga tatbiq qilishiga qulaylik. Kitaptaki prinsip, nokta nazarlar sizga to'liq o'zlashib ketgan taqdirdimi? Kitapni pat-pat varaqlab tursangiz, texnik ko'p ta'sirat va hasilatlarga erisha olasiz. Yana biri, kitapni o'qituvchi holatida kitaptaki mazmunni o'zlashtirib qayta bayan qılalaydigan sifatda o'qing. O'qiganda psixik tayyorlik bo'lsin. 48 soat ichida kitobdan olgan ta'sirotlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashing. Birlikda mulohaza qiling. Kishilardagi psixik kayfiyat o'xshamagandek o'qirmanlikmi farqliq bo'ladi. Alaylik, siz 48 soat ichida kitobda tilga ilingan önüm iqtidor tangpuqlik prinsipini boshqalarga bayon qilib berganingizda uning unimining boshqacha bo'lganligini bayqaysiz. Buningdan boshqa yana muvofiq fursat chiqarib
xatiriniz yaxshi vaqtda mushu bobning eng oxirgi bir paragrafida bayon qilingan asosiy mazmunni oilangizdagilarga, do'stlaringizga, xizmatdoshlaringizga so'zlab bering. Andin selishtirib ko'rsangiz, qandaq farqlarning mavjudligini bayqaysiz. Huddi qila olaymanki, bu xil o'qish usuli kitob mazmunini esda saqlashingizga, ta'siratingizni cho'nqurlashtirishingizga, nazar doirangizni kengaytirishingizga, kitobda bayon qilingan prinsiplardan texmi jonliq foydalanishingizga turtki bo'lg'isi. Uningdan boshqa, kitobdan olgan ta'sirotlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashing. Buning boshqalarning nazaridagi obrazingizni o'zgartirib, do'stlikqa erisha olishingizga foydasi bor. Bu 7 odatni hayotiga tatbiqlayotgan bir to'p haqam soyga erishib qolamsiz tahi. Men nimalarga erishmoqchi? Amerikalik yozuvchi Marlin Fergusonning tuvandagi so'zini sizga sunay. Hech kim boshqalarni o'zgartirishga qodir emas. Chunki hammamiz faqat ishidan echiladigan o'zgarish qo'viqidan birini muhofazat qilib yotimiz. Mayli hissi yoki aqliy yo'l bilan bo'lsin, bu qo'viqni boshqalarga vakolatan echib berish mumkin emas. Mubada siz bu o'zgarish qo'viqini echib, mazkur kitobda bayon qilingan nuqtai nazarlarni qabul qilishni iroda qilgan bo'lsangiz, kafolat beramanki, siz tuvandagidek hosilotlarga erishgaysiz. Garchi pishib yetilishingiz damma-dam bo'lsa-mu, biroq vujudingizda inqilob xarakterlik yükselish bo'ladi. O'lim iqtidor tamponlik prinsipidan unumli foydalanilsa, shaxs va shirkatlarda zo'r o'zgarish bo'ladiganligini to'nib yetalaysiz. Bu 7 odatning oldingi 3i shaxsning muvaffaqiyatiga munosabatli bo'lib, o'zingizga bo'lgan ishonchingizni zo'r darajada oshiradi. O'z moyitingizni, qalbingizning tag qatlamidagi qimmat qarishingizni, shuningdek o'zingizga xos iqtidor mahoratlaringizni texmi aniq toniy olaysiz. O'z aqida e'tiqodi asosida yashagandilar o'zining izzat hurmatini saqlab, ko'ngil xotirjam yashash mumkin. O'zingizga o'pcho'lingizdagilarning yaxshi yomonligiga qarab yoki boshqalar bilan selishtirib emas, balki o'z qimmat o'lchamingiz asosida baho bera olasiz. Shundala ishlarning to'g'ri xatoligining boshqalar bilan munosabatlik yoki emasligini bayqaysiz. Boshqalarning sizga asla ko'ngil chimaydiganligini, o'ziga, o'zi turayotgan muhitga, shundaqla siz bilan bo'lgan munosabatiga bakroq ko'ngil bo'ladiganligini hayronlik ilkida bayqaysiz. Bir qism o'zgarmas ichki omillarning tuvruqlik rol o'ynashi natijasida kayfiyatingiz boshqalarning ta'siriga uchrab ketmaydi. O'zgarishni aktiv qabul qila olasiz. Kollektivni muvaffaqiyatga erishtiradigan 3 xil odat sizning nacharlashishga qarab yuzlangan yoki üzülüş girdaviga berib qolgan kishilik munosabatingizni asliga keltirib olishingizga yordam beradi. Do'stlik rishtangizni yanamo chingitadi. 7-odat bo'lsa, oldingi 6 odatni yanamo mustahkamlab, haqiqiy mustaqillikka va muvaffaqiyatga yetaklaydi. Hozirgi ahvolingiz qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, siz bilan odat boshqa ikki ish. Ishning nachar odatlaringizni o'zgartirib, yuqori unum, baxt, saodat va ishonchlik kishilik munosabatidan iborat yangicha odatlarni vujudingizda o'zlashtirishga tamamen qodirsiz. Men sizning o'zgarish qo'lbiqini o'z qo'lingiz bilan echib, bu odatlar orqali uzuksiz pishib yetilishingizni va olg'a ilgilishingizni chin dilimdan
ümid qilaman. Saningizda bo'lsin. Pishib yetilish jarayoni nihoyat ulug'vor, nozik jarayon. Shuningdek, hayotda eng ko'p kuch sarf qilinadigan jarayon. Shunglashqa pishib yetilishga sizda sabr, taqat bo'lsin. Gerçi bu jarayonga vaqtcha kessimi, lekin kishini zo'qlantiradigan manfaatga erishishingizda gap yo'q. Xuddi Amerika qurilgan dastlabki mezgillarda yashab o'tgan siyosiyon Thomas Paine aytib o'tgandek, oson qo'lga kelgan narsaning qadri bo'lmaydi. Qon ter badaliga qo'lga kelgan narsa qimmatli bo'ladi. Tangri o'zi yaratgan shaylarga qandoq baho qo'yishni hammadan obdan bilguchidir. Qadrli qarindoshlarim, bu kitobdan qandoq foydalanish to'g'riliq mazmunlar ekan, demisima o'zimiz o'rgangan narsani boshqalarga aytib berarsak, yoki bo'lmasa o'zimiz o'rgangan narsalarni boshqalarga, ya'ni oldi bilan o'zimizga tatbiqlab o'zlashtirib, ham uni boshqalarga deb berarsak, o'rgatsak, o ilm yüzümüzden buludu qadrli qarindoshlar. Masalan, siz ingliz tilini o'rganib baqqan bo'lsangiz, yoki bir chet el tilini o'rganib baqqan bo'lsangiz, boshqalarga dars berib taqing atrofingizdagilarga. Haqsiz bo'lsin mayli. Agar tushuntiradigan bo'lsangiz, o sizning. Agar tushuntiramagan bo'lsangiz, o ichingizda qolib qoladi, qadrli qarindoshim. Onda o'zi 7 odatning qisqacha aniqlama sxemasi degan mazmunni boshlab ketimiz, qadrli qarindoshlar. Shuning bilan bugungi darsimiz mishada oxirlashdi. 46 minut bo'ldi. Nihoyat biroz harg'indim. Ko'nglim nihoyat echilib qoldi. Obdan kitobni tavsiya qilibsizlar qarindoshlarim. Alloh hammalardan rozi bo'lsin. Buni o'qishdagi maqsad o'zimizga o'zlashtirish, ham sizlardan paylashish. Qancha ko'p kitob o'qigan sirimiz bizda shuncha ko'p nazar doiramiz kengaydi. Hatto yaqinda Uyg'ur tilidagi o'zgarishlarni, fasod so'zlarni, bu so'z tag'irimiz, texmo so'zlik miqdorimiz eshib boradi. Cümlelerni ravon quradigan bo'lamiz. İşençimiz mu şunun bilan yangi narsalarni o'rgangan sirimiz shuncha oshadigan gap. 7 odatning qisqacha aniqlama sxemasi debdi. Birinchi odat aktiv tashabbuskor bo'l. Buning uchun men sizlarga passiv yaxshidan aktiv yaxshiga degan bir kitob bor. Bu kitobningki muqovasini sizlarga ko'rsatib qo'yay. Bunu biz birlikte burun ders qilib o'rgangan. Benim bu kitap. Bu yüzlen.net kiysanglar, bu kitapni topa olasizlar. Tadbir Tor radiosi kiysanglar, bu kitapningki ovozligini topa olasizlar. Facebook'umda qilgan darslar bor. Passiv yaxshidan aktiv yaxshiga. Onu yine o'rganamiz inshaalloh keyin qayta. 7 odatning qisqacha aniqlamasida birinchi odat nima ekan? Aktiv ve teşebbüskar bol. Aktiv teşebbüskar buluş, teşebbüskarlık bilen özünün ötmüşü, hazırı ve kelgüsüge mesul buluş, taşqi muhit yoki hissiyat amili asosida emas, belki prinsip ve qimmat qarashlar asosida qaror chiqarish deganlikdir. Hissiyat emas, prinsip asosida deydi. Aktiv teşebbüskar adamlar özgürüşünü tizletkiçilerdir. Onlar pasif dertmenlikni, ma kitap biraz muşunda çıkıp kaptı, qadrli qarindoshlar. Şuna biraz qiynalyaptım, o'qishdim. Aktiv teşebbüskar adamlar özgürüşünü tizletkiçilerdir. Onlar pasif dertmenlikni cho'rivatgan başqalardan vaysimaydı. İnsanga xas bo'lgan ong, fazilat, tasavvur ve iradenin ibaret
to'rt tabiiy iqtidorning rolini to'liq joriy qildira oladi. Batinidan zohirigacha o'zgarish yasab, barliq ishlarga aktivlik bilan yuzlanadi. O'zining hayotini yaratadi. Bu albatta har bir odam uchun zarur bo'lgan aqlli qarordir. İkinci adet, nişanlık iş başla. Barliq şeyler ikki qatim yaratıldı. Yani avval mingida, andin reallikda yaratıldı. Şəxs, aile, kollektiv ve teşkilatlar her qandaq bir planni o'rinlashda avval yetmekçi bo'lgan nişan ve g'oyani turg'izadi. Andın turg'izilgan nişan ve g'oyaga asosan o'zlari eng ahamiyat beradigan prinsip, qimmat qarash, munosabat asosida bütün kuchi bilan planni ishga oshirishga kirishadi. Şəxs, aile yoki jamiyat uchun elib aytganda Buruç kitapnamesi g'oyaning eng oliy shakli bo'lish. Başka barliq qaror yakunlarga hal qilg'uch ta'sir ko'rsatadi. Rehberlik xizmatining yadrosi o'rtaq vazifa, nishon va qimmat qarash asosida bir xil madaniyat yaratishdir. 3. odat. Muhim ishni boshqa qil. Muhim ishni boshqa qil deganlik reallikda yaratish, yani arzu xiyollar, nishon, g'oya, qimmat qarashi va muhim ishlarni bartaraf qilishdagi tartib qatorliqlarning muhim ishni boshqa qil deganlik reallikda yaratish, yani arzu xiyollar. Buning ichiga skopkada nişan, g'oya, qimmat qarash va muhim ishlarni bartaraf qilishga tartib qatorliqlarning tashkillanishi va realleşişidir. İkilemchi ishlarni boshqa tizib olmaslik. Muhim ishni keyniga qo'yib olmaslik lozim. Ishlarning jiddiylik darajasining qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, shaxs va kollektiv diqqat e'tiborini birdek muhim ishga qaratishi. Muhim ishni eng boshda bir taraf qilish kerak. 4. odat, tang naplanish deganlik o'zaro hurmat, o'zaro manfaat yetkazishni maqsad qilgan tafakkur ramkasi va ko'ngil xohishi bo'lib, texnik ko'p fursat, boylik va boylik manbasiga erishish maqsadida do'stona raqobatlashishni ko'rsatadi. Tang naplanish yana o'z manfaatini deb başkalarını ziyanga uçratmaslık, yengiliş, başkalarının menfaatinde özü ziyan tartmaslık, yengiliş digerliktir. Her iki taraf teng naplanish uchun xizmatdoshlar ve aile a'zolari meselelerge o'zaro tayinish nuqtai nazarida turib fikr yurgizish kerak. Yani menni emas, bizni merkez qilish kerak. Teng naplanish prinsipi bizning meselelerni hal qilishimizga ilhom berdi. Shuningdek, kishilarning uchur, kuch, e'tirof ve tafovut qatorliqlardan o'rtaq bayronishiga turtki bo'lindi. O'zaro manfaat yetkazib, mesele hal qiladigan unumli usulini tepib olishimizga yordam berdi. 5. odat. Tushun, andin tushunilishni ista. Javob berish istikidan voz kechib, tushunish istikida boshqalarning so'zlariga quloq solganimizda munosabatni yaxshiligini, aloqani ilgari surgili bo'ladi. Qarshi taraf tushunishimizga erishgandan keyin hurmat va e'tirofga sazovor bo'lgandek his qiladi-da, qalb mudofiasini bo'shatib,
nihoyatda tabiiy ravishda paranglashadi. Natijada o'zaro tushunish texmo tabiiy ravonlashadi. Birovni tushunishda mehribonlik, o'zini tushunishga g'ayrat, shijoat kerak. İki taraf baravarlashganda aloqaning unumi texmo yuqori ko'tariladi. 6. odat yaxshi hamkorlash. Yaxshi hamkorlashish 3. yo'l. Ya'ni onunkinimi emas, bununkinimi emas, balki yakkining xususiy qarash tushunchasidan hal qilgan 3. yo'l ustida izlanishni ko'rsatadi. O'zaro hurmatning natijasi bo'lib, o'zaro tushunishlar emas, o'zaro hurmatning natijasi bo'lib, o'zaro tushunishlar emas, aradagi farqqa yo'l qo'yishni, qarshi tarafning masala hal qilish usulidan bahramlanish hamda fursat egilash usulini ko'rsatadi. Shaxs yakkaning kuchi kollektiv va oilaviy hamkorlikning asosi bo'lib, bundaq hamkorlik bir qo'shilgan bir cho'ng ikkidan dek unum yarata oladi. Yaxshi hamkorlik asosidagi kishilik munosabat va uyushni ishga oshira olganlar dushmanlashish pozitsiyasidan, ya'ni bir qo'shilgan bir tang bir, ya'ni bir qo'shilgan bir tang yerim 2dan 1 dan qo'dizib murassachilikni bir qo'shilgan bir yoki yerim nishon qilib olmay, nuqul hamkorlik bir qo'shilgan bir tang 2 bilan cheklanib qolmaydi. Ularning nishoni ijodiy hamkorlik. Bir qo'shilgan bir 2dan cho'ngni qo'lga keltirishdir. 7. odat harini bilib tur. Harini bilib turish deganlik insonning hayotdagi 4 asosiy tarafdan: tan, ruh, aql, ijtimoiyat, hissiyot. Bu asosiy taraf degan 4 tane narsani bunday tushuntiribdi. Bu odamning ko'z qarashi shunday keyin qadrli qarindoshlar. Üzüksüz yığılab turishni ko'rsatdi. Bu odat boshqa 6 xil odatning unumini yuqori ko'tardi. Kollektivga nisbatan aytganda, harini bilib turish kollektivni nishon, yangilik va yo'nalish bilan ta'min etib, ularning zaiflashish va holsirishining oldini oladi-da, ularni texnik kuchaytirdi. Ailəyə nisbətən bu adət şəxs və ailənin gündəlik fəaliyyətləri tətbiqlansa, ailənin ruhunu küçəytib, onu yeni qiyafətə keltirdi. Qadirli qarindaşlar, bugünkü tədbiriyyə sizin dərslərdə öyrəndiğin dərslərimiz yeni bir kitabını başlab aldıq. Stephen Covey, Amerikalı adamınki ən köp satılğan kitab, 15-17 milyon deydi. Önümdar kişilerin 7 adeti. The 7 Habits of Highly Effective People degan kitapnınki Uygurçasını okuduk qadirli qarindaşlar. En ahırda tugaydigan yerde manda bir sxema var ekan, qarab baqsanglar, özara tayinish mezgili, mustaqillik mezgili, o'ttirida tayinishchan mezgil debdi. Qolganlarini men texim iniqroq resim topalasam buni chiqarib qo'yma qadirli qarindoshlar. Bo'lmasa o'zinglar mush kitobninki 20-betidan ko'rib olsanglar bo'ladi. İnşallah kelarki hafta 1-bölüm özlükni qaytadan izlash degan bunu qismdan boshlaymiz qadirli qarindoshlar. Bu tadbiriyəsinin dərslərdə 2 yılın aşdı. Nurgun kitaplarını birlikdə öyrəndik. Bunundakı məqsəd həyatımızı tətbiqlaş, yaxşı nərslərdən faydalanış, özara mənfəət yetküzüş. Win-win degan qayda mush kitobning so'zida ekan qadirli qarindoshlar. Şu. Bu kitap PDF nimesini ko'rmadim. Bu kitapxonlarda bor qadirli qarindoshlar, kitapxonlardan setib olsanglar bo'ladi.
yoki bo'lmasa menga desanglar men aytib bersam bo'ladi. Erkin Sidiq akamizningki tor betida bu kitobninki qisqacha mazmunlari bor. Shu yerni o'qib olsanglarmi bo'ladi. Bo'lmasa birlikda shanba kunlari bu shunday vaqtlarda birlikda o'rgansakmi bo'ladi jinim do'stlarim. Anda bo'lsa Allohninki o'ziga omonat bo'linglar. Texmo yaxshi ma'nilik bir hafta oxirini, ta'tilni oilangizlar bilan, qarindoshlar bilan, do'stlar bilan, yaronlar bilan birlikda nihoyat ma'nilik o'tkazishingizni tilayman. Allohning o'ziga omonat.